Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va barcha jamoatchilik muhokamasida bo'lib turgan Ozoda Nursaidovaning klipidagi baxtsiz hodisa haqida yana bir jiddiy videorolik tarqaldi. Avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketgani, shundan so'ng u yordam so'rab post qoldirgani xabar qilinganda, oradan ko'p o'tmay xonandaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyat bo'yicha tushuntirish berdi. Ularning aytishicha, xonanda Ozoda Nursaidova klipni suratga olish jarayonida qatnashmagan. Shuningdek, ular aktrisaning murojaatida keltirilgan hech qanday birinchi yordam ko'rsatilmaganligi haqidagi iddaoni rad etishdi. Uy mashina so'rayapti. Ozoda Nursaidovaning ijodiy guruhi klip vaqtidagi halokatga uchragan qiz haqida. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta qilingan ish bo'yicha shifoxonaga birinchi kunga olib borganmiz va hozirgi qilgan narsalar, onasi bilan gaplashilganligi, hammasi yozilgan, deydi ijodiy jamoa. Shuningdek, ijodiy jamoa bu voqea ortida ularga uy oldirishmoqchi bo'lishganligini aytdi. Shu bilan birga ular holat bo'yicha tergov davom etayotganligini, yakuniy qarorni esa sud chiqarishini ta'kidlashgan. U yerda baxtsiz voqea bo'lgan, ataylab hech kim bir narsa qilmagan. U qiz yaqinda oyoqqa turibdi, chunki unga yaqingacha qaralgan. Faqat bu yerdagilar emas, jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Ishlay olmaydi, yotishi kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasini hujjati, videolari bor. Lekin bu narsa qilinayapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli endi oxiriga kelib uy talab qilishyapti, mashina talab qilishyapti. Endi insof bilan-da. Bu narsalar chin yurakdan Alloh roziligi uchun qilingan, aybdorligi uchun emas. Hech kimning aybi yo'q bu yerda, deydi operator Shuhrat Mavlonov.